Mana topdim, qarang. Mana shu ko'rayotgan mexanizmingiz bu markiza mexanizmi. Mana shunday pultini bosganingizdan keyin ochilib yopiladi, ko'rayotgan bo'lsangiz. Nima uchun o'zi bu yerga qo'yilgan? Ikkinchi etaj, mana birinchi etaj, mana ikkinchi etaj. Mana bitta oynalar bor, gilyotina tepadan pastga tushadigan. Hozir buni videosini ham ko'rsataman. Ichkarida o'tirganda quyosh mana bu yoqdan tikka uradi. O'shaning uchun mana shu mexanizmni uстановка qilib berganmiz. Mana yig'ilgan paytda orqada kichkina bo'lib turadi. Ko'ryapsiz, kichkina bo'lib turadi. Ochilgan paytda oldiga 2,5 metr ochiladi. Endi gilyotina sistemasi mana. Buni shunday pultini bossangiz tepaga ko'tariladi. Mana xohlasangiz 20 sm, xohlasangiz 10 sm, xohlasangiz oxiriga tushirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ichkaridagi havoni ham bemalol alishtirib yurishi mumkin bo'ladi. Proyektni biz 2024-yil Farg'onada qilib berganmiz. Zo'r restoran bo'lgan, hozir ishlayapti, ko'z tegmasin. Sizga ham shunaqa mexanizm kerak bo'lsa, buni uyga ham, restoranga ham, xohlagan joyingizga uстановка qilsangiz bo'ladi. Faqat joyini, razmerini aytasiz. Kommentariyada xohlasangiz yozing, biz sizga narx-navoni hisoblab beramiz. Agar primoy telefon qilaman desangiz, pastda raqamlar ham bo'ladi. Aytgancha obuna bo'lish esdan chiqmasin.